Sizni hamma bizneslaringizdagi ishlayotgan odamlar bu kim? 3 ta so'z bilan ta'riflab bera olasizmi? Bular shareholder deyman. Shareholder. Okay. Nimaga shareholder? Har bitta odam kompaniyada ishlaydi-ku. O'zini hissasini qo'shadi. O'zini hissasini nafaqat qo'shadi. U o'zini o'rnida kompaniyaga foyda olib kelish kerak. Agar u odam oylik olib turib, o'zini vazifalarini vaqtida qila olmasa, u kompaniyaga ubitga olib keladi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, Shunaqa. даже tozalikka javob beradigan odamlar. Oddiy Publix supermarketlarida ham har bir kassirda sheri bor. To есть nima degani? Mabodo pensiyaga chiqib ishdan ketsa, vaqti kelib, u o'sha kompaniyani sherini nech pulga olgan bo'lsa, o'sha narxi o'sha momentga teng bo'lib unga to'lab berishadi. Chunki u o'zaro vaqtini ishlab berdi. Timeline ishlab berdi. Xuddi shunaqa men hisoblayman, shu menda ishlayotgan bolalar o'zini bahosini bilish kerak. The more you stay, the more valuable you become deyman. Qancha uzoq vaqt tursang, shuncha sani bahoying kompaniyada ko'tariladi.